Assalomu alaykum. Biz bugun Qo'qon Bobosh va kiyim bozoridamiz. Mana ayollar kiyimlaridan boshladik mana. Narxlarni ko'ri zakaz beraverasizlar ma'qul kelsa. Xo'p, bunimiz qancha ekan? 75 ming qilib berdik aka, HB material. 75 ming so'mdan HB mana material. Bunisi-chi? Ikkinchisi 65 ming qilib berdik. Bu ikkinchisi 65 ming so'mdan. Razmerlari qanaqa bo'ladi? Razmerlari aka bular 48 dan 54 gacha alik. 48 dan 54 gacha bo'lar ekan hozir Asha akamiz ushlagan. 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha. Bular aka buni rasvetkasi. 75 ming bular. 75 mingdan bularni rasvetkasi mana. Sekin bir ovoshdan ko'rsatyapmiz mana. Bularimiz-chi ikkalasi? Bular bu rasvetka aka. Bular ham rasvetka ekan. Buni 85 ming qilib berdik, mramor materiali. 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha ekan. Mramor ekan materiali. Puli 82 ming dedingizmi? 85 ming. 85 ming so'm ekan. Pachkaga-da. Pachkaga o'pdim joyidan matla. Ko'rishlaring mumkin. Pachka holati mana. Mana bitta bunda rag'danan ko'rsatib qo'yay mana. Mana maytda ham bor ekan mana. Rasvetkalar, har xil svetlari bor mana ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa svetlarda bo'ladi, tepa past. Bu ham sizami? Bu akadan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib ketasizlar. O'zimizga aytsalar shu narxlarda chiqarib yuboramiz. 12 viloyatga dastlabki xizmati bor. Sog' bo'linglar.